Endilikda biz omborni ko'rib chiqamiz. Xo'p, tovar kiritib olganimizdan keyin остатkalari bilan поставщикка nisbatan qarzimiz paydo bo'ldi. Tanlar ko'rsatib, поставщик ko'rsatganimizga. Endi bu joyda nima chiqadi? Bu joyda agar tovarlarimiz boya 10 tadan kam ko'rsatdik, misol uchun xabar bersin deydigan bo'lsak, 10 tadan boshlaganda xabar bera boshlaydi. Kirim vaqtida endi bu yog'iga mana ko'rishimiz mumkin. Kirim qilamiz yoki tovarni o'zidan ham kirim qilsak bo'ladi. Yetkazib beruvchini tanlaymiz. Miqdori sotib olish narxi. Chiqim bu spисание hisoblanadi. Ayrim brak sabablarga ko'ra, boshqa sabablarga ko'ra chiqim bo'layotgan bo'lsa va возврат поставщикка. Inventarizatsiya qoldiqlar mana ko'rib turibmiz. Kun oxirida qancha qoldi, kun boshida qancha edi. Haqiqiy qoldiq ko'rsatadi. Tovar bo'yicha to'laqonli istoriyalar ko'rsatiladi.